Assalam aziz vatandaşlarım. Bir milletning vatani, zemini, tupraqi, ana yurti, ana qizlari, ochi singillari dushman tajovuzchiligiga uchrab, ularning izzat nomuslari, sharmi hayolari dafsanda qilinganda, bundaq millatning erkaklarga o'rnidan dast turib, dushmanga qarshi qon to'kib, jon berib, kurash qilishdan iborat bir sharaflik vazifa tushgan bo'ladi. Bu ham ularning diniy burchidir. Vatan faqatla qon bilan yug'urilib, tuproq bilan qurildi. Bir millat faqat va faqat g'ururi bilanla mavjud bo'lib tura oladi. Shunga dushman har vaqt o'z mustamlikasi ostidagi millatlarning g'ururini dafsanda qilishga butun vujudi bilan tirishidi. Tüvendimen vatanperver şairimiz Ablacan Leylnaman'ın "Sen üzəngni erdime" degan şiirini bugünkü içinişlik vaziyetimizde okup verişini layık gördüm. Sen üzəngni erdime yurtungni düşman kaplasa, balaların korkuş içinde hiç hatırcan yatmasa, ana singling acıların hem horlanıp zarjıqlısa, ana tuproq havasıdan bir tuluq dem tartmasa, ana yurtni qaplab düşman kuchangda xalqing qalmasa, düşman giyib do'ppi bilan atlasli usul o'ynasa, sen üzəngni erdime ko'ngling bununga unusa. Sen üzəngni erdime yurtungdu boğran hulusa, bulbulun ki geç bulup şum qağılar sayrısa, beyguna ata anamni tutsa assa sulusa, perzentlerin tirik yetim tüpürlüsa jığlısa, şu iflas neciz düşman üyünge kirip yaşısa, onu tuproq g'o'jisini vatanidan qo'g'lisa, sen üzəngni erdime ko'ngling bununga unusa. Sen üzəngni erdime azab vataning bo'lmasa, düşmaningga o'q ochar qahri g'azabing bo'lmasa, savri toqat qochillaring buncha xo'rga to'lmasa, hatta üzəngni inson demak gar aldansang aldasa, ne paydası o vatanning vatanda xalqing bo'lmasa, vatan qandoq bo'lsin azat sende erlik bo'lmasa, sen üzəngni erdime ko'ngling bununga unusa. Birov seni hayvan dese yig'lab yoqangni jirtsan, ammo ne uchun hayvan kabi yemek bo'lmoqni kutsan? Hiç bilmedim bunca horluq azapni qandoq yutsan, qilmisan kurash ishangin bir millat bo'p yutsan, al qurolni chip uyingdan yana nima kutsan, shu ojiz ana singling yuziga qandoq boqsan, sen üzəngni erdime ko'ngling bununga unusa. Düşmanning chiqib sepildin talk tog'lar atlasa, go'ya qara tuman kabi vataningni qaplasa, xalqingni o'ldirib o'rniga Xitoy saplasa, datlaringning ustiga datlar tiqib kaplasa, menda vijdon bor dema shuncha xo'rliq yetmasa, sen dökmesen shu qonni balang döksinmi amsa, sen üzəngni erdime ko'ngling bununga unusa.